payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hech kim olmadi. Yetim bola, buni endi kim otasi yo'q bu narsa berarmikin deb oxiri oldi. Uni ko'p o'qigansizlar. Shunda bir voqea bo'lgan ekan. Halima onamiz kirganda onalari Omina shuni bolangizni olaman, bitta shartim bor degan ekan Halima onamiz. Shu bolangizga sepib qo'ygan atringizni ham qo'shib bering, men sepib yuraman dedilar. Men hozir juda boshqa xushbo'y ketlayapti bu boladan deganda, unda atri yo'q dedilar. O'zi shunaqa tug'ilgan dedilar. Hozirgacha turibdi. Madina Munavvaraga borsanglar, Rasulullohning shu hidlari alayhisolatu vassalomni ravzaga yaqinlashsangiz shunday keladi. Jannatning hidi. Rasululloh shunaqa tug'ilganlar. Bir bolani boshini silab qo'ysalar, bir haftagacha atir hidi bo'lib turadi. 3-4 kungacha shu ko'chadan Rasululloh o'tibdilar deyshar ekan. Shunday hidlari qolar ekan.